Bunaqasi bizda bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Bilganimda hayratda qolardim. Xitoyda bolalarni qanday tarbiyalashadi? U yerda telefonda o'tirgan bolani deyarli ko'rmaymiz. Aksincha, bolalikdan sportga va faol hayot tarziga o'rgatishadi. Bolalarni turli sport to'garaklariga berishadi. Bu orqali ularni kichikligidan qiziqtirishadi. Xitoyda bola har doim band bo'lishi kerak deb hisoblashadi. Yoshi nechada bo'lishidan qat'iy nazar. Masalan, ko'p ota-onalar 3 yoshli bolalarini chang'ichilik yoki skateboardga o'rgatishadi. Bolalar bog'chalarida esa o'yinchoqlar bilan o'ynash o'rniga bolalar idish, tovoq yuvishadi. Bu orqali sabr, toqat va qat'iyatni o'rgatishadi. Ba'zida bolalar mashg'ulotlariga taychi yoki yoga elementlarini ham qo'shishadi. Bu jismoniy va aqliy rivojlanish uchun. Bunday tarbiya uslubi haddan tashqari qattiq deb tanqid qilinadi. Lekin shuni tan olish kerakki, bu usul bolalarni intizomli va maqsadga intiluvchan qilib ulg'aytiradi. Siz bu tarbiya uslubiga qanday qaraysiz?